umuman o'zbek ayol qizlariga aytadigan hammani o'zini fikri bo'lsin, fikr mustaqilligi bo'lsin. Fikrlashi yuqori ayol qizlarimiz ko'p bo'lishini xohlayman. Uni fikri atrofdagi uydagi 5 ta odamning fikri bo'lishini yomon bu juda ham. Ko'chaga chiqib kelishini, qaynonasini fikri bilan o'lchashi, nima kiyishini erini fikri bilan o'lchashi odamni o'zi yo'qligidan-da, meni yo'qligidan, meni yo'qligidan dalolat beradi. Shuning uchun hamma ayol qizlarimizni o'zini meni bo'lishini xohlayman. Farzand tarbiya qilayotganda ham baribir shunga bog'liq, farzandiga ham shunda u o'zini menini o'rgata oladi shunda. Baribir bizda asrlar davomida bu odamdan odamga o'tib kelaveradi, avloddan avlodga. Surishtirsangiz o'zi shu bir narsa qizlardan eshitaman-da, keyin o'zi oyim ham shunaqa edilar deydi. O'zi buvimlar mana ko'p urishardi deydi. U chunki miya shunga ko'nikkan-da, bo'ldi shu uydagi shu normal holat. Demak, oyim bilan adam urishi normal holat, demak, men ham erim bilan urishim bu normal holat degan narsa. Chunki boshqa shablon oilani boshqa shabloni yo'q bo'lib katta bo'ladi. Boshqacha oila bo'lishi mumkin emas. Mana shu oila shunaqa bo'ladi. Hammada shunaqa. Shu ramkaning ichida, shu kvadratning ichida yuraveradi. Shu ramkadan chiqish uchun fikrlash kengligi bo'lishi kerak, o'qish kerak. Uning uchun albatta bor. Biz hamma narsa bunday gapiramiz deb boradi, ta'limga borib taqalaveradi shu. Har doim hamma men 1,5 yildan beri podkast qilsam, eng oxiri o'qish kerak deb tugaladi. Har bir ayol aytadi, o'qish kerak. Baribir ilm. U deymiz, bu deymiz, endi shunday ham bari ilm kerak deb qo'yamiz. Ilmli bo'lish kerak.